Qalampirga ham solinadi hozir. Qalampir xullab bor deganlarimiz bitta toshda 10 tonna qalampir edi. Qaysi pranga to'xtaladigan bo'lsak, oddiy xalq ichida mana o'g'il bolalar bilan bo'ladi-yu. Undan ham qizig'i Nasibullo akam ham mana shu yerda har doimgidek. Nasibullo? Ha, Nasibullo Mo'minov emas, Nasibullo Mirhoshimov. Mirhoshimov. Orada jam bilan qo'shib ketdik-ku. Jam bilan qo'shib qo'y, jam bilan ancha tam beradi. Agarda $100 bersa, pranga chiqmasa ham videosini chiqarib beraveramiz. Qanaqa qaytadan? Hozir nima deydi endi bu hozir? Bo'ldi deyapti. Men tezroq yop dedi. Qani bir gap bo'ladi? Qo'li ketdi-yu. 10 dan 10 shagird bor, eng kattasi bu yoq, starshий. Zakaz. Bo'yin go'shimiz bor, galofiylar bilan. Baho beramiz ta'miga. Ko'rinishi, hidi zo'r. Xudo xolasa aka, yangilik boshlab qo'ydik choyxonaga. Umraga 2 ta biletimiz bor. Har oy 2 tadan o'ynaymiz aka. G'ayrat Mahmudov YouTube'dan bir oyda necha pul topadi? Buni darslarga chiqqanda, oshnoqlardan borganda shunaqa qilib bersangiz, u bo'ladi mana. Joylar chota battle boshlab yubordilar hozir G'ayrat. To'g'ri. Islomjon akani jurnalistikada o'qishga kirib olgan, ehtiyot bo'lasan. Yo'g'i? Ha. Endi dumbil desa boshqacha tushunishmasan aka, valik. Makka johori. Makka johori mana bir yoqlardan ko'rishadi aka, shevalarimiz boshqacharoq. Hokimga ketmasin. Yaqin zo'r odam, hokimimiz ko'z tegmasin, zo'r ishlar qilyapti. O'zi Nasibullo akalar hammasi zo'r. Menda ham 4 ta Nasibullo aka tanish borda. Hammasi. Hammasi hozirgacha zo'r. Bundan keyin ham zo'r bo'lishligi o'zlarida lekin.